Assalomu alaykum. Quyidagi integralni hisoblaymiz. Integral chegarasi 0 dan 1 gacha x ning n'inchi darajasi ko'paytirilgan natural logaritmi x ning m'inchi darajasi dx. Bu yerda n minus 1 dan katta, m esa natural son. Bu integralni bir nechta usullar yordamida yechish mumkin. Masalan, bo'laklab integrallash yoki gamma funksiya va beta funksiya xossalaridan foydalanib hisoblash hamda differensiallash yordamida hisoblash. Biz differensiallash yordamida hisoblaymiz. Quyidagi funksiyani qaraymiz. F teng 0 dan 1 gacha integral x ning p'inchi darajasi dx. Bu teng x ning p plus 1-chi darajasi p plus 1. 0 dan 1 gacha. Demek bu 1 bo'lingan p plus 1 ga teng. Integral aslidagi funksiyani integrallash mumkin. Shuning uchun f' p teng 0 dan 1 gacha x ni p'inchi darajasi natural logaritmi dx. O'ng tomoni, ya'ni 1 taqsim p plus 1 ning hosilasi teng bo'ladi minus 1 bo'lingan p plus 1 ning kvadrati. Ikkinchi tartibli hosilasini olamiz. P teng integral chegarasi 0 dan 1 gacha x ni p'inchi darajasi natural logaritmi x ning kvadrati dx teng 2 bo'lingan p plus 1 ning kubi. Bu teng 2 faktorial taqsim p plus 1 ning kubi. Uchinchi tartibli hosilasini olamiz. Integral 0 dan 1 gacha x ni p'inchi darajasi natural logaritmi x ning kubi dx. Bu teng bo'ladi minus 6 bo'lingan p plus 1 ning 4-chi darajasi. Bu teng minus 3 faktorial taqsim p plus 1 ning 4-chi darajasi. Va hokazo. Endi f funksiyani m'inchi tartibli hosilasini yozamiz. Ya'ni f m p teng 0 dan 1 gacha x ning p'inchi darajasi natural logaritmi x ning m'inchi darajasi dx teng m'inchi tartibli p bo'yicha hosila, ya'ni bu p plus 1 ning minus 1-chi darajasi. Shuning uchun bu teng minus 1 ning m'inchi darajasi m faktorial bo'lingan p plus 1 ning m plus 1-chi darajasi. Demak, integral 0 dan 1 gacha x ni p'inchi darajasi natural logaritmi x ni m'inchi darajasi dx teng
minus 1'ning m'inchi darajasi ko'paytirilgan m faktorial bo'lingan p plus 1'ning m plus 1'inchi darajasi. Bu yerda p n'ga teng, shuning uchun 0dan 1gacha x ni n'inchi darajasi natural logaritm x ni m'inchi darajasi dx teng minus 1'ning m'inchi darajasi ko'paytirilgan m faktorial bo'lingan n plus 1'ning m plus 1'inchi darajasi. Mana quyidagi misolni ko'rishimiz mumkin. 0dan 1gacha x ning kubi natural logaritm x ning kvadrati dx. Bu shu formula yordamida minus 1'ning kvadrati 2 faktorial 3 plus 1'ning darajasi 2 plus 1 yoki 2 faktorial bo'lingan 4'ning kubi. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 32 ga. E'tiboringiz uchun rahmat.